Assalamu alaykum hurmatli televizor Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab 12 yanvar kuni Angliya parlamentida Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va Angliya hukumatining inkos temasida bir maxsus doklad berdi. U so'zda Sharq Turkistonda yurgizilayotgan keng ko'lamli tutqun, mutlaq nazorat, majburiy emgak, majburiy tug'mas qilinishdek vahshiyliklarga qarshi turishning Angliya hukumatining axloqiy majburiyati ekanligini eskartdi. Dominic Raab so'zida Angliya hukumati xalqaro Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmini oshkorlash va uningga qarshi tadbir qo'llanishda boshlamchilik rol o'ynab kelyotdi va biz har fursatda Xitoy hukumatiga besim qilyapmiz. Men bu masaladagi andishalarimni Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Wang Yiga bevosita dedim deb ta'kidladi. U Angliya hukumatining bundan keyin qiladigan ishlar haqida to'xtalganda tövandagi mazmunlarni tilga oldi. Oldi bilan u Xitoy hukumati hech qanday yo'sinda xalqaro mustaqil tekshiruvchilarning Sharq Turkistonga berib mustaqil tekshirish ilib berishiga yo'l qo'ymayotgan bir sharoitda Angliya hukumatining Sharq Turkistonda bo'layotgan voqealarning darajasi va ko'lamini bekitib chiqish uchun kerakli tadqiqotlarni davomli qo'llaydiganligini eskartdi. Ikkinchidan u Sharq Turkiston bilan munosabatli ta'minlash zanjirlaridan mol sotib olishning jinoyatga sherik bo'lganlik bo'lib hisoblanadiganligini, Angliya shirkatlarining Uyg'ur majburiy emgakidan foyda olishiga hargiz yo'l qo'yishga bo'lmaydiganligini ko'rsatib, Angliya tadbir qo'llanib, lagerlarga tutishadigan ta'minlash zanjirlaridan mol ta'minlashni qat'iy to'xtatishi kerak. Lagerlardagi majburiy emgak bilan yasab chiqilgan mahsulotlarning biz mol sotib oladigan do'konlarda o'rin olishining oldini olishimiz kerak dedi. U buning uchun Angliya hukumatining birinchidan Angliya shirkatlarini Sharq Turkistondagi zavod va ta'minlash zanjirlari bilan hamkorlashishning xatarlari haqida ogohlantiradigan intayin tafsiliy bir ko'rsatma e'lon qilganligini. Ikkinchidan, Ichki ishlar ministrligining zamonaviy qulluqqa qarshi turish qarori bo'yicha ish ko'rmagan shirkatlarni jazolash tadbirlarini bekitib chiqish uchun ishlayotganligini. Uchinchidan, majburiy emgakdan foyda olayotgan Angliya shirkatlarining hukumat aslahalaridan ma'ni qilinadiganligini. To'rtinchidan, Angliyaning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiliklarga yondosh bo'lib qilishiga yo'l ochadigan har qanday mahsulotni eksport qilishni to'xtatadiganligini bildirgan. Dominic Raab yuqorqi tadbirlarni Sharq Turkistondagi zulmni to'xtatish yo'lida muhim qadam deb ko'rsatdi va so'zini biz Xitoy bilan yaxshi munosabat qurishni xohlaymiz. Biroq biz o'zimizning qimmatlarimizni va bexatarligimizni qurbon qilolmaymiz. Biz bu vaqtda so'zlashdan to'xtab qolmaymiz. Amaliy harakatlarni qilamiz deb oyoqlashtirdi. Tashqi ishlar ministrining so'zidan keyin har qaysi parlament a'zolari o'zining bu tadbirlar haqidagi ko'z qarashlarini ifodaladi. Ular Uyg'urlar masalasining parlamentdagi har qaysi partiya a'zolarining o'rtaq andishasi ekanligini va o'zlarining bu masalada keskin bir pozitsiyada bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Ular Angliya tashqi ishlar ministrligi yuqorida e'lon qilgan tadbirlarni qarshi olish bilan birga buning to'limi kechikib etilgan bir qadam bo'lganligini ta'kidlashdi. Parlament a'zolari Angliyaning Magnitskiy qonuni bo'yicha jazo tadbiri e'lon qilishi kerakligini ta'kidladi. Yana ba'zi parlament a'zolari Angliya tashqi ishlar ministrining Sharq Turkistonda yuz berayotganlarni sharhlaganda irqiy qirg'inchilikning barliq alomatlarini degan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistonda yuz berayotganlarni irqiy qirg'inchilik deb atamaganligini bildirdi. Masalan, parlament a'zosi Asfalxon so'z qilib, tashqi ishlar ministrimiz bu yerda majburiy emgakdan so'z qilganda rayonda yuz berayotganligi mo'ljallanayotgan irqiy qirg'inchilik haqida to'xtalmadi. Yaqinda Xitoy Kompartiyasi Twitter uchurida Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilishni, ularni erkinlikka chiqarganlik deb tashviq qildi. Holbuki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish xitobnomasida bu harakat keskin holda cheklangan. Undaqda bizning ministrligimiz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'urlarga qilinayotgan bu ziyonkashlikni tekshirishi uchun qanday harakat qo'llanayotdi deb savol qo'ydi. Yana bir parlament a'zosimi qo'shimcha qilib, biz Shinjongda yuz berayotganlar nima bo'lsa shu bo'yicha, ya'ni uni irqiy qirg'inchilik deb atashimiz kerak dedi. Bu munozirada tashqi ishlar ministri Dominic Raab parlament a'zolarining kuchli savollariga duch keldi va o'zlarining cho'qim bu vaqtda yanama ko'p xizmatlarni qiladiganligini qayta ta'kidladi. Dünya Uyg'ur Qurultayı London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonim bu vaqtda qilgan so'zida Angliya hukumati olgan qarorlarni qarshi olamiz, biroq bu yetarli emas. Angliya texmo amaliy va keskin harakat qo'llanishi kerak. Masalan, oldi bilan Amerika qilganga o'xshash Uyg'ur elidagi zulmda rol olgan Xitoy amaldorlari va muassasalariga jazo tadbiri e'lon qilishi kerak deb ko'rsatdi. Rahima xonimning aytishicha, Dünya Uyg'ur Qurultayı oldingi haftalarda parlament a'zolariga Uyg'urlarning vaziyati haqida bir tafsiliy doklad yo'llash orqali ularning Angliya hukumatidan Uyg'ur masalasida qilinishga tegishli xizmatlar haqida kuchli savollarni so'rashga chaqirgan.
Kanada radio şirketi CBC torining xabar qilishicha, Kanada Federatsiya hukumati Kanada shirkatlarining Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetilib qolmaslikka kapolatlik qilish uchun 12 yanvar bir yurish yangi belgilamalarni e'lon qilgan. Bu belgilemelarda Xitoyda savdo qilayotgan Kanada shirkatlariga yangi talablar o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, agar Kanadaning mahsulotlari Xitoy doiralari tomonidan insonlarni nazorat qilish, bostirish, xohlagancha tutish va majburiy emgak bilan chetishlik bo'lib qolsa, Xitoyga eksport qilinmaydi ekan. Xabarda bildirishicha, Kanada majburiy emgak bilan chetishlikqa bo'lgan Xitoy mahsulotlarini import qilishni olli-burun cheklagan bo'lib, Amerika bilan Kanadaning savdo kelishimida bu shartlar bor ekan. Yangi belgilamada Kanada shirkatlarining Sharq Turkistonda haqiqatan kishilik huquqni dafsanda qilish jinoyatining borlig'ini e'tirof qilishi hamda mol bilan ta'minlovchi Xitoy shirkatlarining mas'uliyatini surishtirishi, shu orqali Xitoyning majburiy emgak mahsulotlari yoki mulozimatini maqsadli holda setib olmaganligiga kapolatlik qilishi talab qilingan. Bu yangi belgilama Angliyaning jazo tadbiri bilan birli vaqtda e'lon qilingan bo'lib, analizchilarning qarashicha Xitoyning Sharq Turkistondagi keng ko'lamli tutqun qilish va zamonaviy qulluq siyosatining xalqaroda borgan-sari kuchli tanqid va besimga uchrashi Kanada hukumatini bu belgilamalarni chiqarishga qistagan bo'lishi mumkin. Halbuki Kanada hukumati Xitoyning zolim amaldorlarini Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolashga oldirmay, oldi bilan parlamentdagi bir komitet orqali Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik jinoyati deb bekitishga chaqiriq qilgan edi. Yevropa parlamenti yig'ini ichilish harpisida xalqarodagi 36 ommaviy tashkilot birlikda Yevropa ittifoqi organiga birlashma chaqiriq sunib, Yevropa ittifoqi Xitoy mablag' silish kelishimiga kishilik huquqi kapolatlik qilish haqidagi moddalarni kirgizishni talab qildi. Dünya Uyg'ur qurultayining bildirishicha, bu birlashma chaqiriqda Tibet va Sharq Turkiston masalalari, Uyg'urlarning majburiy emgakiga munosabatli ko'plagan isbotlar o'tirg'i qo'yilgandan keyin mundaq deyilgan. Xitoy bilan suhbatlashganda Yevropa ittifoqining kelishim tuzish majburiyati, axloq majburiyati bo'ladi. Demokratiya, qonun tuzum va kishilik huquqni qo'llash prinsipida cho'ng turish majburiyati bo'ladi. Bu kishilik huquqi dafsanda qilingan xalqlarning huquqini qo'llash majburiyatilar emas. O'z navbatida xalqaro tartibni qo'llash majburiyati hisoblanadi. Mazkur chaqiriqda yana tuvandagi takliflar berilgan. Yevropa ittifoqi komiteti bu kelishimni tuzishdan avval Xitoyning xalqaro kishilik huquq ahdnomasi, bo'libmi fuqarolarning huquqiy va siyosiy huquq xalqaro ahdnomasi va xalqaro emgakchilar tashkilotining negizlik ahdnomasiga rioya qilishga kapolatlik qilishi kerak. Mazkur kelishim cho'qim kishilik huquqqa munosabatli moddalarni o'z ichiga elishi kerak. Bu chaqiriqda yana Yevropa ittifoqi komitetining ikki taraf suhbati davomida mumkin qadar ochiq oshkora bo'lishi, omma bilan parlament a'zolarining ahvoldan xabardor bo'lishi va munozara qilishiga yo'l qo'yishi kerakligi o'ttirg'i qo'yilgan. Yevropa ittifoqi bilan Xitoy 7 yildan beri suhbat elib berayotgan mablag' selish kelishimi o'tgan yili 30 dekabr kuni imzolangandan keyin Amerika taraf Yevropa ittifoqini oldiroqsonlik qilish bilan ayblagan. Dünya Uyg'ur qurultayi va xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlari bu kelishimdan qattiq afsuslanganligini ifoda qilish bilan birga, Yevropa parlamentini bu kelishimni ma'qullamaslikka va Yevropa parlamentining a'zolarini bu kelishimga imzo qo'ymaslikka chaqirgan edi. Navbatda mutaxassislar Yevropa bilan Xitoy o'rtasida odil savdo raqobatini kapolatga ega qilish maqsadida imzolangan bu kelishim, mubodi Yevropa parlamentining ma'qulligidan o'tgan taqdirda uning 2022-yilga borganda ondan yo'lga qo'yilishi mumkinligini, biroq o'choqqicha ko'plagan ishki ixtiloflar yuz berdiganligini, bu kelishimning Xitoy aytgandek u qadar oldirab xo'shal bo'lib ketadigan bir kelishim emasligini ilgari surishmoqda. Lager qurbonlari oil tavobatlarining izdirigini ilish uchun Istanbuldagi Xitoy konsulxonasining oldida norozilik faoliyati qilayotgan Uyg'urlarning bu harakati 18-kuniga kelganda Xitoy tarafining besimi va qattiq e'tirozi sababidan Turkiya hukumatining cheklishiga uchirdi. 12 yanvar kuni Istanbul Valiy Mahkamasi namoyishchilarning 4 nafar vakilini chaqirtib, Xitoy tarafining ularning iltimosini qabul qilishga ma'qul bo'lganligini aytib, ulardan namoyishni darhol to'xtatishni talab qilgan. 13 yanvar kuni Uyg'ur namoyishchilar Xitoy konsulxonasi oldiga namoyish qilishga borganda, soqchilar ularni to'sib olib, majburiy qaytarib etgan va namoyishchilardan o'zlarining talab va iltimoslarini yozma shaklda hozirlab, Istanbul Valiy Mahkamasi orqali Xitoy elchixonasiga sunishni talab qilgan. O'tgan yil 21 dekabr kuni boshlangan Xitoyning Istanbul konsulxonasi oldidagi norozilik faoliyati Turkiya jamiyatida va xalqaroda borgan-sari kuchli diqqatga sazovor bo'lib kelgan. Xitoy konsulxonasi namoyishchilarning iltimosini qabul qilishni izchil turda rad qilib kelgan edi. 11 yanvar kuni Xitoy hukumati Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida Xitoy lagerlaridagi g'oyib oila a'zolarining izdirigini berishni talab qilayotgan Uyg'urlarning harakatiga inkos qaytarib,
Bu Uyg'urlarning atalmış 3 xil kuchlarga ishtirok qilish yoki ularning ozdirishiga uchrab, oila a'zolarining g'oyib bo'lganligi to'g'risida yolg'on so'z deganligini ilgari surgan. Lekin bu kishilarning so'zi yolg'on bo'lsa, ularning g'oyib oila a'zolarining qayerda ekanligi, shuningdek ularning atalmış 3 xil kuchlarga ishtirok qilganligi yoki ularning qaymoqtirishiga uchrab ketganligi to'g'risida hech qanday dalil ko'rsatmagan. Xitoy tarafining bu xil o'ktamlarcha bayonlari Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida norozilik bildirayotgan Uyg'urlarning qattiq ayblashiga uchragan edi. İstanbul'daki Xitoy konsulxonasi oldidagi norozilik faoliyatiga qatnashayotgan Turkiyadagi diniy zotlarimizdan Habibulloh Ko'sani apandim 13 yanvar kuni o'zining sabdoshlari bilan ijtimoiy taratqularni qilgan so'zida namoyishning Istanbul Valiy Mahkamasi tarafidan to'xtatilishining jarayoni haqida izohat berib, mundoq dedi. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joydagi Uyg'ur qarindoshlarim. Haqiqatsanlar bilgandek, mushu atrofimizdagi yosh azmatlarimiz boshlatgan oilam nada faoliyatiningki bugun 18-kuni. Tunogin atdiganda valilikdan qarindoshlarimizni chaqirib, Xitoy elchixonasininki mushu qarindoshlarimizning talabini oldiganligi va mushu qarindoshlarimizdan 2 odamni tanlab Xitoy elchixonasi bilan ko'rishadiganligini bildirdi va ular mushuni qabul qilsanglar deb biz mush qarindoshlarimizdan talab qilgandan keyin qarindoshlarimiz bu bizning talabimizdan sunmaymiz, balki mush lagerda yetayotgan bütün qarindoshlarimizningki tuqqanlar bor bu yerda hamma talablarni bir yerga akilib, ashlar hammasi talablarni bir yerga jamlagandan keyin ondan keyin bizga topshiramiz degan talabni o'tirib qo'ydi. Ammo ular yo'q, mishadiki baringlar talabni topshirib ketsizlar degan keyin qarindoshlarimiz bunga rozi bo'lmadi. Chunki bu qarindoshlarimiz faqat o'zining tuqqanlarini o'ylagan emas, bütün Turkiston vatanimizda yetayotgan lagerda begunoh yetayotgan qarindoshlarimizning hammasini o'ylaganlikdan biz unda qilmaymiz deb javobni bergan bo'ldi qarindoshlarimiz. Endi akşam muzokara qilish orqali mushu valilikninki bizga bergan fursati va valilikning mushunda qilsanglar degan talabiga asosan biz Türkiye hükümetining so'yganligimizdan mushu hukumatninki mush masalada oldiga chiqib mushunda qilishni taklif etganlikdan biz buni to'g'ri ekan deb qaradik. Bu bizninki faoliyatni to'xtatganligimizdan darak bermaydi. Balki 17 kunlik faoliyatning bir natija berayotganlikdan darak beradi. Shuning uchun bu muzokara tövendekidek qaror qilindi qarindoshlar. Birinchi, mushu bir necha kun bütün qarindoshlarimiz mushu qarindoshlarimiz tarafidan taqtilgan jadvalni to'shqizdi. Bu jadval bir yerga to'planadi. Ondan keyin valilik orqali o'zimizning yozgan mishar qarindoshlar bilan birlik kelgan talabimiz va u talab bilan qo'shib valilik orqali elchixonadagi Xitoy elchisi bilan ko'rishildi. Agar ular talabimizga qo'shilgan bo'lsa, uningdan keyin gapni shu chaq deyishimiz. Agar qo'shilmasa, qo'shilmagan bo'yicha biz harakatimizni davomlashtiramiz. Bizning bu yo'lga chiqishimiz qarindoshlar, ash vatanda tajovuzchilarning ostida ingrayotgan, ahu zar faryod chekayotgan, qon yig'layotgan, o'limni orzu qilayotgan shu qarindoshlarimizni yo'qliq chiqarish. Qarindoshlar, biz shuni tushundik. Biz harakat qilsak, harakatda barakat borligini, biz harakat qilsak, oldimizda yo'lning ochilganligini biz tushundik qarindoshlarimiz. 12 yanvar günü Dünya Uyghur Qurultayı tarkibidagi Avstriya Uyghur jamiyatining raisi Mavlud Dilshan va tashkilotning hay'at a'zolaridan Abdug'ufur Olim, Turg'un Ro'zi qatorliqlardan tarkib topgan bir hay'at Turkiyaning Viyanadagi bosh elchisi Ozan Ceyhun apandim bilan ko'rishib, Avstriyada yashayotgan Uyghur jamoatining Xitoy bilan Turkiya o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni almashtirish kelishimidan qattiq andisha to'yayotganligini ifoda qilish bilan birga, mazkur kelishimning Turkiya parlamenti tarafidan rad qilinishini va Turkiyada vaqtliq iqomat bilan turayotgan Uyg'urlarning Turkiya garajdonligiga o'tish qadamining tezlatilishini umid qiladiganliklarini bildirdi. Bu qitimqi ko'rishish 50 minut davom qilgan bo'lib, Mavlon Dilshod apandi bosh elchiga mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik haqida ma'lumot berish bilan birga, Avstriyada yashayotgan Uyg'urlarning ahvoli va Avstriya Uyg'ur jamiyatining xizmatlari haqida qisqacha tushuncha berib o'tdi. Ko'rishda bosh elchi Ozan Ceyhun apandi Xitoy bilan Turkiya o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni almashtirish kelishimidan Turkiyadagi Uyg'urlarning bexatarligiga xavf keladi deb qaramaydiganligini, Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu apandining bu masalaga diqqat qilib kelayotganligini, Turkiyadagi Uyg'urlarning xotirjam bo'lishi kerakligini bildirdi. Mavlon Dilshod apandi yana Turkiyada vatandoshligi yo'q. Xitoy pasportining vaqti to'shib ketib, pasportni uzartanmayotgan Uyg'urlarning turmush, xizmat
davolanish, ma'arif jihatlarda qiyinchilikqa duch kelayotganligini bildirdi. Bosh elchi Ozan Ceyhun apandi bu masalani Turkiya Tashqi ishlar ministrligiga yetkazadiganligini va bu masalani kuzatadiganligini bildirdi. Xitoycha Xinjiang gazetining 12 dekabrdagi bir xabarga qaraganda, Xitoy hukumati Sharq Turkistonda 2017-yilning 5-ida qiyirlar bilan yetim bolalarni yig'ib olib beqish planini o'ttirg'a qo'ygan bo'lib, 2020-yilning oxiriga kelganda butun rayondagi qiyirlar bilan egichoqsiz bolalarni yig'ib olib beqish nisbatini 100% ga yetkazgan. 2020-yili Xitoy hukumati nomrodlar, qiyirlar va bolalarni yig'ib olib beqish, sanatoriya va yasli silish uchun 1 milliard 600 million yuan mablag' ajratgan. 2020-yilning oxiriga kelganda Sharq Turkistondagi sanatoriyalar 265 ga yetgan. Ammo bu xabarda bu yig'ib olib beqish o'rinlaridagi qiyirlar bilan bolalarning zodi qanchalik ekanligi haqida ma'lumot berilmagan. Analizchilarning qarashicha Xitoy hukumati 2017-yildan boshlab Uyg'urlarni keng ko'lamda lagerlarga solashni boshlagandilar. Ko'plagan qiyirlar va bolalarning egichoqsiz qoladiganligini mo'ljallagan bo'lib, ularni yig'ib olish beqish planini shuningga asosan ijro qilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi yashanganlar bilan bolalarni yig'ib olib beqishi hargiz Xitoyning farovonlik siyosatini emas, balki qabohatlik bostirish siyosatini aks ettiradi. 13 yanvar Aqsu gazetida berilgan bir xabardan ma'lum bo'lishicha, Aqsu Avat nahiyasining partikum sekretari Avatdagi do'lan madaniyatini alohida gavdalantirib, Xitoy do'lan madaniyati makoni qurib chiqmoqchi ekan. Bu Xitoy amaldorining bildirishicha do'lan ayrim bir madaniyat, ayrim bir marka bo'lib, yemak-ichmakdan tortib nag'ma mashrabgacha boshqa madaniyatdan ayrilib turadi ekan. Do'lanliklarning urf-odati boshqalarninkiga o'xshamag'ashqa sayohatchilarni qiziqtira oladi ekan. Shunga u bu madaniyatni gavdalantirish uchun Do'lan manzara rayoni, Do'lan madaniyat san'at markazini qurib chiqqan. U yana Do'lan musallisini Xitoydagi danglik markaga aylantirish uchun tirishmoqda ekan. Analizchilar Xitoyning Do'lan madaniyatini ko'tarib chiqishi Uyg'ur madaniyatini parchalash g'arazini oshkorlab berdi deb ko'rsatmoqda. Analizchilarning qarashicha Xitoyning Uyg'urlarni parchalash hilasi azaldan tortib mavjud bo'lib, 6 shaharlik bilan Taranchini 2 millat qilib ko'rsatish. Yakandagi bir qism Shia mazhabidagi Uyg'urlarga masjid silib berish orqali Sunniy mazhabidagi Uyg'urlarga qarshi qo'yish hamda Uyg'urlar ichida mazhablar to'qinishining ulg'ayib ketishiga yo'l qo'yish. Rayonlar aro madaniyat farqini ko'ptirib, ayrim madaniyat qilib ko'rsatish qatorliqlar buning misollari hisoblanadi ekan. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.